Assalomu alaykum. O aynalar. Like'ni basing gumbur ketsin. Al bardur men nima bo'lsam urum ko'sini satayali titilib ketsin. Aynalar mana ko'rib turibsizlar mana shu suratda. Bu suratdagi bola Regardan bo'ladi. Regardan bo'ladi. Bu mana shu harramxo'r o'zimizning bolalarni kidatgan. O'zimizning bolalarni kidatgan, aynalarni kidatganki, bardurda ishlab turib 400 ming rubl pulni bermagan. Vag'ishting balalari. İşçiler vag'ishting balalari. Harramxo'r Regardan. Aynalar. Hazma telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz. Kim xish teberleri bo'lsa, shu chiqsin, aloqaga pulni bersin. Xo'p, Tojikistonda Regarga hazma shu kecha kunduz Regarga ketgan. Lekin qaysi qishloqdan ekanini bilmaymiz. Necha marta telefon qilamiz, telefonlar cho'rni spusga aytaydi. Tojikistonda Regardagi adresini bilsa, men lishni nomerim YouTube'da bor. Yozib qo'yingizlar. Agar Moskvada qayerda ishlatyapti, adam ishlatayotgan bo'lsa, shu bitta местоположение taylab qo'yingizlar. Tamom aynalar. Agar mana shuning точно adresini bilsa, kvartirasini kvartirasini agar Moskvadagi kvartira adresini bilsa, ya bo'lmasam ish joyining точно aytsa, $200 suyunchisi bor aynalar. Mana shu harramxo'rda tabish kerakda, zadniy mosg'ash qirsillatib turib, valda qirsillatib urib bertish kerak, ko'zini satay, ko'zidan o't chiqsin qo'g'arda. Chunki o'zimizning aynalarni kidatgan. Vag'ishting bolalarni. Mana shunday 400 ming rubl pulni jegan aynalar. Shu adresini bersangizlar bo'ldi, boshqa aralashmangizlar. Agar xish teberimi bo'lsa, chiqsa, aytsin, men o'zim встречаться qilamiz, xudo xolasa ko'rishamiz. Canlarınız zaman bo'lsin, o'zlaringizni asrangizlar aynalar. Prosta maza 20 minutdan beri mana shu yerda bir o'tiribman. Sauna borki buni olti eshitmay ekanda. Men hayotimda birinchi marta bunaqa kiryapman. Hammalaringizga tavsiya qilib qolamiz. Metro Katelnikida joylashgan ekan. Ulisa Stроители dom 2. Kelaverasizlar, hoji aynamizni yangi mana hijomaxona ochibdi. Biz sandaldan chiqasiz, hijoma qiladi, bir maza qilib barcha shamollaganlaringiz chiqib ketadi degan umiddaman. Jonlaringiz sog' bo'lsinlar, kelingizlar. Yoshlar, keldik mana hoji aka hijoma ochgan ekan, sandalga kirdik, вообще mazza. Boshqa u saunaga bormaymiz, shu yerga kelamiz. Assalomu alaykum aka-ukalar, ag'ayinjamalar, aynalar. Ular ko'rib turibsizlar. Medcenter Shifo klinikasi. Bu o'zimizning aynalarimiz ochgan metro Katelnikida mana улица Stроители dom 2. Mana shu yerga kelsa metrodan 4-5 minutlik yo'l. Aynalar, qo'rqmasdan, shashilmasdan, surilmasdan kelsangizlar bo'lma. Ichkarida akşam saat 1 akşamı bo'ldi. Hozir endi odamlar bormi, yo'qmi bilmayman. Chunki men vaqtim yo'q. Shu vaqtim yo'qlik sababi bu saat 1 akşamı kelyapman aynalar. İnşallah xudo xolasa shu o'zimizning bolalarga kamgina bo'lsa ham haligi bo'lsin. Foydali bo'lsin deb bir narsa ish qilaylikki, bir insonga foydamiz tegsin degan niyatdamiz. Aynalar mana shu Medcenter Shifo klinikamizda o'zimizning aynalar ochgan aynalar bu yerda xo'p, urolog bor, keyin nervolog bor, keyin ginekolog bor, tush doktori bor, hammasi bor aynalar. Asta telefon nomerlarini qo'yamiz, keyin telefon nomerlarini qo'yib o'tamizki, shu kelaveramiz. Bu hamma odamlar bu yerda kasallar bor ekan. Ha soat 1 bo'lsa ham bir kishi kelib turibdi. Keyin mana bu yog'am katta, xudoga shukr, o'zimizning bolalar kelib turibdi. Akşam 1-2 quruqlar sutga ishlaydi bu yer. Kelaversangizlar bo'ladi. Keyin bu yog'ini aytayman. Yana bir marta aytib qo'yayki, manual terapiya, massaj qiladi. Keyin fitabochka, keyin hijama. Uchovi 2500 rubl. Cho'ntak bor. Ko'p qimmat emas. Agar kelib turib misal uchun fitabochkaga tushib, keyin massaj, manual terapiya deydi. Uni qilib, keyin hijama qilgandan keyin aytasiz, ayna. Avval keyin agar yo'q, jamon bo'lsa, kommentariyaga aytasiz. Sen yolg'on aytibsiz deb yozib qo'ying. Biz o'chirmaymiz kommentariyani. Hech vaqt. Kommentariyaga yozing. Agar ma'qul bo'lmasa, yozing. Nima deyman aynalar? Shu videolarda gruppa podelitsa qiling. Bir inson, mumkin bir akamiz o'zimizning laqaylarning klinikasini qarab jirgan aka-ukalarimiz ko'p. Keladim, shu yerga kelib davolanadi. Sovuq olib ketgan bo'lsa ham, misol uchun shu o'zimizning vrachlar bor, o'zimizning bolalar yozib turib davolashga aloqalar. Shu yerda hozir Sherxon Xo'jamurodov eng xalqimizning sevgan, suyukli
artistlardan biri mana Sherxon Xo'jamurod akamiz mana shu yerda hozir hijama teatri ishda bo'lishadi. Qanday ekan aynan? Prosta mazza 20 minutdan beri mana shu yerda bir o'tiribman. Sauna borku buni olti eshitmay ekanda. Men hayotimda birinchi marta bunaqa kiryapman. Hammalaringizga tavsiya qilib qolamiz. Metro Katelnikida joylashgan ekan. Ulista Stроители dom 2. Kelaverasizlar, hoji aynamizni yangi mana hijamaxona ochibdi. Biz sandaldan chiqasiz, hijama qiladi, bir mazza qilib barcha shamollaganlaringiz chiqib ketadi degan umiddaman. Jonlaringiz sog' bo'lsinlar, kelingizlar. Ko'rib turibsizlar, bugun polkali san'atkorlar shu yerda. Artistlar Tojikistonning eng yorqin yulduzlari. Inshaalloh mana aynamiz ham shu yerda. Ayna bir gapirib o'ting qani. Avvalambor assalomu alaykum barcha shu musofirda yurgan yurtdoshlar. Keldik mana hoji aka hijama ochgan ekan, sandalga kirdik. Вообще mazza. Boshqa u saunaga bormaymiz, shu yerga kelamiz. Bu adreslarni hammasini qoldiramiz. Nomer telefonlar bemalol murojaat qilingizlar. Hammangizga tavsiya beramiz. Kelingizlar, zo'r narsa ekan. Saunadan zo'r ekan. Zo'rmi? Вообще dahshat ekan. Bilan nima deysiz o'zimizni ko'rib turganlar? Kelingizlar, обязательно kelingizlar. U ko'p nimalarga davo ekan. Ko'p dardlarga davosi bor. Hozir bundan chiqib xudo xolasa yana hijamaga o'tamiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Bu yerda Sherxon Xo'jamurod. Bu hozir sovuqligida fita boshqadan chiqib, mana endi hijamaga tayyor bo'lyapti. Nima deysiz aynan? Aynan prosta nima deyman? Mazza qildim. Hozir ham bunaqa ter tugagan yo'qda, ter hozir ham chiqyapti-da. Prosta mazza qilyapmiz. Hammalarga tavsiya qilamiz-da. Mana shu yerga kelishgan mana shu hoji akamizniki, mana Shayx akamiz shu yerda ishlaydilar hammalari. Hozir sandaldan chiqdi, xudo xolasa hijamaga, massajga ozroq choy ichib, dam olib turibmiz. Bundan keyin hijama, massaj bo'ladi ekan. Hammalaringizga tavsiya qilamiz. Kelaverasizlar. Adreslar pastda qo'yiladi, telefon nomerlar, bemalol zvon qilasizlar. Yana shunisi bor ekanki, arzon ekanda. Boshqa joylarga qaraganda arzon. Mazza qilib ketasizlar, kelaverasizlar. Aytib qo'yayki, fita boshqa, massaj, hijama. Ikkovini bir fita boshqa. Manual terapiyasi ham bor ekan. Bu massaj hammasida короче. Keyin undan hijama. Uchovi 2,5 ming rubl. Hech qachon qo'rqmasdan inshaalloh kelaveringizlar, gruppa podelisangiz. Agar shamollagan bo'lsangiz, fita boshqaga kirasizlar. Cho'tki shamollaganlarda oladi. Keyin undan keyingi massaj qila, manual terapiya deydi. Massaj hammasida shu ichida. Keyin hijama. Nima deyman? Gazini basmizlar endi. Slabo qilib qo'yib. Qo'yib, o'zi slabo qil. Bo'shab. Tuz, yerdan tuz olinglar, ha? Gazani olinglar. Berma. Ha. Kallam o'raydi. Yerini olinglar, asta qilib tuz. Javllar. Keyin massaj, keyin hijama. Sherxon ayna qanday? Aynan buni meni jonimga kelib stolga jotsangiz ko'rasiz, bilasiz qanday bo'layotganini. Yaxshimi? Mazza qilyapman prosta. Hozir bir yarim litr qon ketyapti.